Non semirtiradi. Yolg'on. Hamma gap qancha yeyishda va nima bilan yeyishga bog'liq. Qora non ozishda yordam beradi. Bo'lmagan gap. Qora va oq nonning kaloriyasi bir xil. Oq non qonda shakar miqdorini ko'taradi. Ha, to'g'ri, ko'taradi. Nonda faqat keraksiz kaloriyalar. Bo'lmagan gap. Butun donli nonda kletchatka, vitamin hamda minerallar bor. Keyingi mahsulot qaysi bo'lsin? Yozib qoldiring. Protein rost yoki yolg'on? Protein bu ximiya. Yolg'on. Protein bu oddiy oqsil konsentrati bo'lib, sut, soya, no'xat kabi manbalardan olinadi. Protein mushak va tiklanish uchun foydali. Ha, to'g'ri. Og'ir trenirovkadan keyin mushak tolalarini tezroq tiklashga yordam beradi. Proteinni qurtdan tayyorlashadi. Bo'lmagan gap. Protein sut zardobdan, tuxum oqidan va mo'l go'shtidan olinadi. Protein immunitetni mustahkamlaydi. Ha, albatta, kuchli immunitet shakllantirib, qarishni sekinlashtiradi. Protein faqat sportchilar uchun. Yolg'on. Har bir inson kun davomida yetarlicha oqsil iste'mol qilmaydi. Shuning uchun protein kunlik oqsil normasini to'ldirishga yordam beradi. Keyingi mahsulot qaysi bo'lsin? Yozib qoldiring. Chia urug'i rost yoki yolg'on? Chia urug'i ichak salomatligini yaxshilaydi. Ha, rost, yaxshilaydi. Chia ich ketishini ham yaxshilaydi. Ha, albatta, yaxshilaydi. Chia urug'i ozishda yordam beradi. Ozdirmaydi, lekin yordam beradi. Depressiyani ham oldini oladi. Bu narsa isbotlanmagan. Chia qonda shakar miqdorini pasaytiradi. Ha, uglevod o'zlashtirilishini sekinlashtiradi. Chia urug'i omega 3 ga boy. Ha, rostdan ham shunday. Chia kaloriyasi juda baland. Yo'q, bir qoshiq chia urug'ida bor yo'g'i 60 kaloriya. Keyingi mahsulot qaysi bo'lsin? Yozib qoldiring. Kreatin rost yoki yolg'on? Kreatin tanada yog' yig'adi. Yolg'on. Kreatin hech qanday yog' yig'maydi. Kreatin mushaklar o'sishini yaxshilaydi. Ha, rost. Kreatin faqat sportchilar uchun kerak. Bo'lmagan gap. Kreatin hammaga har qanday yoshda kerak. Kreatin miya faoliyatini yaxshilaydi. To'g'ri, xotira va diqqat yaxshilanadi. Kreatin sportda chidamlilikni oshirishga yordam beradi. Ha, to'g'ri, chunki kreatin mushaklarga tezroq energiya beradi. Kreatinni ichgandan keyin tana unga o'rganib qoladi. Yolg'on. Organizm kreatinga o'rganib qolmaydi. Keyingi mahsulot qaysi bo'lsin? Yozib qoldiring. Limonli choy rost yoki yolg'on? Limonli choy immunitetni ko'taradi. Ha, rost. Limondagi C vitamini immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Limonli choy yog'larni eritadi. Yolg'on. Limonli choy yog'larni eritmaydi. Faqat biroz metabolizmni tezlashtirishi mumkin xolos. Limonli choy hazm qilishni yaxshilaydi. Ha, iliq limonli choy ertalab hazm jarayonini yengilroq boshlashga yordam beradi. Limonli choy otyoqlarni kamaytirishi mumkin. Ha, rost. Limonli iliq suv organizmdagi ortiqcha suyuqlikni chiqarishga yordam beradi. Kechasi limonli choy ichilsa, uyquni buzmaydi. Yolg'on. Aslida choy tarkibidagi kofein ba'zi insonlarni uxlatmay qo'yadi. Keyingi mahsulot qaysi bo'lsin? Yozib qoldiring.